asosiy o'sha uy sotish, sotib olish ko'pincha naqd pulda amalga oshiryapti. Hokimlar kelar edi, bitta tekshirardi. Mana uy bundaqa, mana it bundaqa bo'ldi. 35 ming dollarga naqd pulga oldi. Ha, naqd pul yo'q. Naqd pul olgan qulaydi. Mana unda orqasiga tushgan, bunaqasiga qiyshayib qolgan. Eng kami 500 ming topish kerak. Eng kamida 500 mingdan bo'lganda siz aytmoqchi ashuni 200 million pul bo'lardi ekan. Hozir unaqa tekshirilmayapti-da. Elgan degan tashkilot yo'q. Naqd pulga uy olish taqiqlab qo'yibdi-da, bank orqali olar ekan. Bu qulaymi? Naqd pulga olgan qulaymi? Bank orqali olgan qulaymi? Naqd pulga olgan qulay. Naqd pulga olgan qulay. Nimaga desangiz, naqd pulga olsangiz, xotirjam bo'lasiz-da. Baribir halovat, qarsiz halovat yaxshi-da, maza qilib yashaysiz. Endi ko'pchiliklari naqd olganda yaxshi. Nasiya olib turib, to'lash olmayapti, qiynalyapti. To'g'rimi? Unga ko'ra naqd puli bo'lsa, olgani yaxshi-da. Naqd pulni yo'q qo'yayotgan, misol uchun cheres bank oladigan holat bo'lsa ham olgan bo'lamidingiz? Endi olish ilojisi yo'q-ku, endi olsa bo'ladi-yu, endi o'ta qimmat bo'lib ketadi-da unda olsa. Bilmadim, endi hamma sharoit ham mana. Bankdan olgan qulaymi o'zi aslida naqd pulga olgan qulaymi? Naqd pulga olgan qulaydi. Naqd pul arzonroq ham bo'ladi. Arzonroq olasiz. Demak, sizga naqd pulga olish qulay. Naqd pulga olish qulay. Yana bitta narsada, ilgari mana shu uylar bitganda, Elgayin degan tashkilot bor. O'shalar qabul qilsa odamlarga topshiradi. Qabul qilmasa topshirmay turaveradi. Hozir unaqa tekshirilmayapti-da. Elgayin degan tashkilot yo'q. Demak, bank orqali uy oladigan bo'lsanglar, yana shunaqa tashkilot bo'lishini olasizlar va tekshirish kerak. O'shanaqa tashkilot bo'lishini xohlayman. Chunki hozir mana yangi uylarni ko'rdik, quruq korobka. Unitaz yo'q, vanna yo'q, rakovina yo'q. Ilgargi uylarda bo'lgan. Keyin hozir texnicheskiyani o'tirganlar bo'lardi. Nazorat qiladi, o'shanga to'g'ri kelishi kerak. O'tsa, ayniqsa hozir mana yer qimlashlarda imенно nazoratida o'tish kerak. Seysmicheskiy nimalardan ham o'tish kerak. Yer qimlashga tushgan, bunaqasiga qiyshayib qolgan. Ustalar yaxshi nima qilmagan. Ko'zimga shunaqami desam, bir ikkita odam ko'rdida yo'q qiyshiq. To'g'ri, diagnostikani oldidagi ham to'p mana turibdi, necha yil bo'ldi. Kriva qiyshayib ketgan. Sifatsiz, hozir tez sifatsiz quryapti. Sifatli qurgani yaxshi. Chunki davlat o'ziga ham foydada. Qanchadir ma'lum bir 20-30 yillik hokimlar kelar edi, bitta tekshirardi. Mana uy bundaqa, mana it bundaqa bo'ldi. O paytda raykom derdik hokimlarni. Qo'ldan ketdi uyga yetdi taqishdi. 5 yil ichida uy olish uchun nechta puldan topish kerak deb o'ylaysizlar? Endi xudoyim beraman desa, eng pasti 300-350 ming topsa Kuniga. Bir oyda endi plymenniy 10 million deylik. 10 millionni ichida bir oyda 2 million xarajat deylik uyga, yemoq-jimoqga. 4 milliondan har oy to'lasa 4 million zapas pul turadi. O'z uy olishga harakat ko'rganmisiz, yangi uylar olishga? Endi ashuni yaxshi niyat qilyapmiz biz ham endi harakatda. Endi mana biz ham endi bir bolchaqani bir joyga chiqarsak, endi o'zlari kengashib, bir nima bo'lib, eng pasti nima ashida 300 ming, 150 ming. Shunda necha yilda uy olsa bo'ladi? Endi ashuni berishiga bog'liq. Misoldan 5 yilda misoldan ashnasi misoldan 3 misoldan 4 milliondan bo'lsa 120 million pul bo'lar ekan. 120 million pul beramiz uy. Yo'q, bermaydi. Bermaydi. Eng kami 500 ming topish kerak. Eng kamida 500 mingdan bo'lganda siz aytmoqchi ashuni 200 million pul bo'lardi ekan. 200 millionga beradi. 5 yilda bittadan uy olish uchun necha puldan topish kerak deb o'ylaysiz kuniga? Ishlash kerak-ku men. Hozir uy olgansiz, uyingiz bor. Uyim bor endi. Hozir ham qo'yapsiz reklama, muhtasham uylar. Anaqa qardoshlar olgan ekan. Uy olishdi mana shu yerda. Ha, shunaqa uy oldi. Necha pulga olishdi? 35 ming dollarga naqd pulga oldi. Ha, naqd pul yo'q. Demak, naqd pulga olgan qulayroq. Naqd pul olgan yaxshi. Lekin muammolar hanuzgacha ko'p. Buni ko'rib turibmiz. Mana hududlarga ham borganda o'rganayotganimizda ham hanuzgacha xufiy iqtisodiyotni ulushi yuqoriligicha qolmoqda va masalalarimiz ko'p. Shuning uchun biz yaqinda mana shu Moliya vazirligi, Markaziy bank, Soliq qo'mitasi va Savdo sanoat palatasi va tadbirkorlar bilan birgalikda o'sha xufiy iqtisodiyotga qarshi kurash bo'yicha prezident qarorini ishlab chiqdik va bu prezident qarorini ishlab chiqishda asosan birinchi navbatda asosiy e'tiborni mana shu naqdsiz hisob-kitoblar tizimini rag'batlantirish
va o'sha to'g'ri qonuniy ishlab aholiga oylik ishlar haqlarini to'lash va mana shu barcha bugungi kunda yechilmagan muammolarni hammasi shu qarorga o'zini aksini toptirdi va biz barcha vazirlik idoralar bilan buni kelishdik va administratsiyaga taqdim etdik va mana shu qarorni ijro etilishi men o'ylaymanki bu xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurash bo'yicha dastlabki bir tizimli ishlar amalga oshiriladi. Birinchi navbatda mana shu yerda biz aytmoqchi bo'lgan masala bu juda ko'plab davlatlar mana shu 2030-yilga borib naqdsiz hisob-kitoblar tizimiga o'tish asosiy maqsad vazifa qilib qo'ygan. Shuning uchun biz ham asosan mana eng yirik o'sha hisob-kitoblar tizimini naqdsiz hisob-kitoblar bo'yicha amalga oshirish bu qarorda ham o'zini aks topgan. Men o'ylaymanki mana shunday bosma-bosqich ko'chmas mulkdan boshlayapmiz. Yana naqdsiz hisob-kitoblar, yana bugungi kunda xabarlar bor. Asosiy o'sha uy sotish, sotib olish ko'pincha naqd pulda amalga oshiryapti. Yoki mana hozirgi aytganda Click, Payme va boshqalar mana shular hammasi qonuniy tartibda bank aylanmasi orqali, bank oborot orqali amalga oshirish va savdo qoidalarini buzmasdan to'g'ri ishlash uchun barcha rag'batlantirish mexanizmi va xuddi shunday qonun buzmasdan ishlash tartib qoidalarini biz aks ettirdik. Men o'ylaymanki shuni qabul qilinishi bizga eng asosiy dastak bo'ladi va shu bo'yicha ishlaymiz. Rahmat.